buni kechirdi deymiz-ku, o'zi aslida o'zimizni kechira olmaymiz. Aybdorlik hissi bo'ladi. Qadamlar, oyimlar, bo'ldi, men kechirdim. O'sha paytda menga rosa baqirganlar, urushganlar, qarg'iganlar deb aytamiz-ku. Ularni kechirish, ularni tushunishda emas gap. Bu yerda o'zingizni kechirishingiz. Otangiz ham, onangiz ham katta bo'lgunizcha kamchiligingizni aytib, kritika qilib kelyapti. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketgan. Aybdorlik hissi bor har doim. Nimanidir neto qilyapman. O'zingizni har doim ayblab kelasiz. Chunki qilsangiz ham baribir ota-onangiz kritika qilishyapti. Demak, siz aybdorsiz. Noto'g'ri qilyapsiz o'sha ishni. Mana xatoni qanaqa bo'ladi. Uyni yig'ishtirib qo'y deb aytib ketishdi, kelishdi, hamma uyni yig'ishtirgansiz. O'sha qilgan ishingizdan kamchilik topishyapti. O'zi yosh bolaga ish buyur, ketidan o'zing yugur, kelgunimizcha sen ishlamagansan, qilmagansan deb kritika qiladi, urushadi har xil yo'l bilan. O'shanda bolada aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Ota-onamni kechirdim, shuncha meni haqorat qilishganiga. Bo'ldi, men endi ular ham nima qilsin? Ular ham ota-onasidan olgandek, bilganini tarbiyalashgan meni deb aytadi-yu. To'g'ri, kechiradi ota-onasini. O'zini kechiradi. Surunkali ravishda yig'ilgan hissiyotni inson o'zidan o'zi o'tirib o'zimni kechirdim, bo'ldi. Bugundan boshlab men jamiyatga chiqqanimda aybdorlik hissini his qilmayman deb chiqmaydi. U o'tiraveradi. Chiqqandan keyin baribir o'sha ko'cha-ko'yda, hamma joyda, ishxonasida ham, erining oldida ham, xotinining yonida ham aybdorlik hissini his qilib turaveradi. Xato qilish mumkinmi, yo'qmi? Xatoni qanaqa qilib to'g'rilasa bo'ladi yoki men har kuni surunkali xato qilaman. Qayerdan kelib chiqqan? Balkim u xato deb belgilab berilgan so'z o'zi kim tarafdan belgilangan? Amerika fuqarosi uchun balkim bu umuman xato emas. U ham inson, biz ham insonmiz. Nima biz uchun u qilgan ishimiz xatodek, Yevropa, Amerika uchun yoki rivojlangan, taraqqiy etgan davlatning odami uchun bu xato emas. Bu to'g'ri. Nima ham bilib olish kerak.